Assalamu alaykum, hörmətli Şərq Türkistanlı qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Amerika əsirgə alınğan dövlətlər həftəlikini 2026 yılı 7 ayının 19 günüdən 25 günügacha təbrikləyətqan məzgildə Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Şərq Türkistanның 86-90 numaralı ammaviy qanun bo'yicha əsirgə alınğan dövlət ekanligini qayta jakarladı və xalqaro jamiyatning Şərq Türkistanni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishi, uning mustaqilligini asliga keltirishni qo'llashini talab qildi. 1959 yılı yo'lga qo'yilgan asirga alingan davlat qarori 86-90 numaralı ammaviy qonunga asosan Şərq Türkistan kommunist imperializm tarafidan bo'ysundirilgan davlatlar qatorida o'rin olgan bo'lib, Şərq Türkistan xalqining erkinlik va milliy mustaqillikka bo'lgan orzusini ishga oshirish uchun Amerikaning qo'llashini talab qiladi. 1949 yılı 10 ayının 12 günü Xitay Xalq Cumhuriyeti qurilgandan 11 gün o'tgandan keyin Xitay Kompartiyasi kuchlari Şərq Türkistanga tajovuz qilib, 1949 yılı 12 ayının 22 günü mustaqil Şərq Türkistan Cumhuriyetini ag'dirib tashladi va bugungacha davomlashayotgan mustamlikachilik va ishg'ol harakatini boshladi. 76 yil o'tgandan keyin Xitoy Şərq Türkistanni davomli mustamlika ishg'ol qilib, 2014 yildan boshlab Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk xalqlariga qarata izchil irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat, keng ko'lamda tutqun qilish, majburiy emgak silish orqali keng ko'lamda qul qilish va sistemlik yo'qotish qatorli qilmishlarni sodir qildi. Bu qilmishlar Beyjana 2026 yılı 7 ayının 1 günü ma'qullagan Millatlar İttifaqlığı va taraqqiyotini ilgari surish qonuni orqali texmi gavdlantirildi. Bu qonun majburiy assimilyatsiya qilish, kulturini yo'qotish va davlat xalqiga bostirishni qonunlashtirdi. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti inson haqlari ramkasının o'zila yetarli emasligini, uning Xitoyning mustamlikachilik ishg'oliyatini emas, balki alomatlarga markazlashganligini ta'kidladi. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Cumhur Rəisi Doktor Məmtimin Əla Əfəndi Şərq Türkistan 1959 yildagi əsir dövlətlər qatorida Xitoyning bir qismi emas, balki kommunist imperializm tarafidan bo'ysundirilgan bir davlat deb aniq ko'rsatilgan. Biz Amerikadan bu haqiqatga hurmat qilishni va xalqimizning erkinligi va mustaqilligimizni asliga keltirish uchun qilgan adil kurashimizni qo'llashni talab qilamiz, dedi. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Şərq Türkistanni əsir dövlətlər sifatida Amerikaning mustaqilligini asliga keltirishni qo'llash uchun aniq qonuniy asosga ega ekanligini ta'kidladi va Amerika parlamentini Şərq Türkistonni Tibet uchun bekitilgan siyosatning ulgusi bo'yicha ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishga va Amerika tashqi ishlar ministrligida Şərq Türkistan masalalari bo'yicha alohida moslashtiruvchi tayinlashga chaqirdi. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin tashqi ishlar va bexatarlik ministri, Şərq Türkistan milliy harakatining qurg'uvchi raisi Salih Xudoyor, Şərq Türkistanning o'rligi va mustaqilligini asliga keltirish tush emas, bu asir davlatlar qatorida belgilangan majburiyat. Hökumətlər Şərq Türkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilish va xalqimizning mustamlikachilikdan qutulish, milliy mustaqilligini qo'lga keltirish, tavranmas huquqini qo'llash kerak dedi. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Amerika parlamenti və xalqaro jamiyatni Şərq Türkistanның əsir dövlət ekanligini jazmlashtiradigan qarorlarni chiqarishga, 76 yillik Xitoy ishg'oliyatini ayblashga, davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikqa mas'ul kirtibashlarga nishonliq jazo yurgizishga, Xitoyning davlat xalqiga bostirish va ta'sir ko'rsatish harakatlariga qarshi turishga, Şərq Türkistanning mustamlikachilikdan qutulish va milliy mustaqillikka egilik huquqini to'liq asliga keltirishni qo'llashga chaqirdi. Inside Myanmar Şərq Türkistan milliy harakatining qurg'uvchi raisi, Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyorni ziyorat qilib, 14 iyul kunidagi matbuotida keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashdi. Tuanda Inside Myanmarda e'lon qilingan ziyoratning asosiy mazmunini diqqatingizga sunamiz. Ziyorat xotirasi shu jumlalar bilan boshlandi. Salih Xudoyor dadasining tunji qatim Amerikaga elib kelib, Oklahomaga makalashganda qilgan shu so'zlarini eslaydi. Sizlarni Amerikaga elib kelishim vatanimizni unutib ketishimiz uchun emas, balki sizlarning o'qib, bir kuni xalqimizni va davlatimizni Xitoy ishg'oliyatidan ozod qilib, vatanga qaytishinglar uchun. Ziyorat xotirasi tuvandagidek davomlashadi. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor o'zining hayotini bu nasihatning davomi deb qaraydi. U 1993 yılı Qashqar shahriga yaqin Otishda tug'ilgan, Otishda cho'ng bo'lgan. U rayonning qattiq kontrol ostida ekanligini tasvirlaydi. Uning dadasi 1990 yillarning o'rtalarida
rayonda yuz bergan namoyishlar va keng ko'lamda bostirishlardan keyin Sharqi Turkistondan qochib ketgan. Salih Xudoyorning oilasi 2000-yili Amerikada qayta jam bo'lganda, bu qaytishning qanchalik uzoq bo'lishidan qat'iy nazar yetishtirilishning asosiy prinsip ekanligini tushungan. Salih Xudoyor Lorrayn Panning Xitoyning nazorat qilishi va tekshirib boshqarishiga aloqador ziyoratini qabul qilganda Uyg'ur va Myanmar ko'rishi o'rtasidagi parallelliklarni tilga olib, bostirish va o'z taqdirini o'zi belgilash to'g'risidagi o'rtaq andishlarni muzokara qilmoqchi bo'lgan. Ziyoratdan burungi xat aloqasida u davomizdagi o'rtaq nuqtalar deb atagan bo'libmi surgun tajribasi, davlat zo'ravonligi va xalqaroning e'tirof qilishini qo'lga keltirishni o'tirg'a qo'ygan. U hozirgi krizisning aslida uzun bir mezgilga tayinadiganlik nuqtasiga markazlashadi. Tarixda Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining makoni bo'lgan Sharqi Turkiston Ching sulolasi tarafidan rasmiy qo'shib olingan. 1884-yili ma'nosi yangi zamin bo'lgan Shinjongga o'zgartirilgan. 20-asrda Xitoy Kompartiyasi 1949-yili idora qilishni mustahkamlashdan burun 1933-yili va 1944-yili qisqa muddatlik ikki qatimliq Sharq Turkiston Cumhuriyeti barliqqa kelgan. Salih Xudoyor hozirgi siyosiy tartibni ichki ma'muriy tartib emas, balki ishg'oliyatning davomlashishi deb tasvirlaydi. Bu qarash 2009-yildan keyin texmi aniqlashadi. U iyuldagi Urumchi qirg'inchiligini bir burilish nuqtasi deb qaraydi. Bu chog'da Uyg'ur zavod ishchilarining o'ldirilishiga qarshi noroziliklar kuchayib, bexatarlik qismlari zo'ravonlik bilan inkos qaytargan. Uning aytishicha, buningdan keyin Beijing rayon bo'yicha nazorat qilish va bexatarlik qurilmasini kuchaytgan. U Shi Jinpingning 2014-yili Sharq Turkistonda terrorizmga qarshi xalq urushi e'lon qilinishdan sal burun so'zlagan so'zidagi qat'iy rahm qilmang degan jumlani naql keltirdi. Salih Xudoyor terrorlikqa qarshi turish degan so'zning keng doiralik maqsadni yushirayotganligini o'tirg'a qo'ydi. U Xitoyning ichki hujjatlari, ommaviy tutib turish o'rinlarining sun'iy hamroh rasmlari va Beijingning kasbiy tarbiyalash markazlari deb atagan joylarga har yili 1 milliondan ortiq kishining so'linganligini e'tirof qiladigan oqtashliq rasmiy hujjatlarni ishorat qildi. Uning uchun bu jazmlashtirish rolini o'ynaydi. U millionlagan odam tutib qilinganda masalaning oshqunlik emas, balki davlatning bostirish ekanligini aytdi. U mingdan ortiq ta'sisning tikanlik sim va kuzatish minoralari bilan o'ralgan to'rini emgak kuchlarining majburiy yetkilish va diniy faoliyatlarning sistemlik nishon qilinishini bayon qildi. Uning aytishicha, tutib turishning o'lchami soqol qo'yish, aroq ichishni rad qilish, chet eldagi tuqqanlar bilan aloqalashish yoki diniy kitoblarni saqlash qatorliqlarni o'z ichiga oladi. U rasmiy ko'rsatmalardan o'rnak olib mundoq deydi: agar siz Xudoga ishonsangiz, siz oshqunlik qilgan bo'lasiz. Masjidlar chaqib etiladi yoki boshqa ishlar uchun ishlatiladi. Qabristonliklarmi chaqib etiladi. Bolalar davlatning yotoqliq organlariga o'rinlashtiriladi. Salih Xudoyor nazarband qilinishdan boshqa organ yig'ib olish, tug'mas qilib etish qilmishlari va nupus qurilishi qatorliqlar haqida to'xtaldi. Xitoy nupus statistika sonliq ma'lumotlari 1949-yildan buyon bu rayonda Xitoylarning o'ltiraqlashishining zo'r darajada oshganligini, yaqinqi yillardan buyon Uyg'urlarning tug'ilish nisbatining zo'r darajada tuvanliganligini ko'rsatib berdi. Beijing bu siyosatlarni taraqqiyot shundoqla nomrodlikni azaytish deb tasvirlaydi. Salih Xudoyor ularni nupus tangpunligini mangulik o'zgartirishga urinish deb qaraydi. 2013-yili boshlangan bir balvoq bir yo'l tashabbusi uning tahlilida asosli o'rinda turdi. Uning aytishicha, Sharq Turkiston Beijingning kontrolligidagi zaminning taxminan 5dan 1 qismini egallaydi va O'rta va Janubiy Osiyo bilan chegirlandi. U Xitoyni O'rta Osiyo, Janubiy Osiyo, Yevropa, O'rta Sharq bilan tutashtirgan har bir quruqlik yo'li Sharq Turkistondan o'tadi deb ko'rsatdi. Bu rayonda zo'r miqdordagi ko'mir, neft, tabiiy gaz va muhim kon boyliqlari bor bo'lib, g'arbdan sharqqa boradigan asosliq energiya turbi yo'llariga ega. Uning qarashicha, Beijing uchun Sharq Turkistonni kontrol qilish energiya iqimi, savdo koridori va strategik cho'nqurlikni kafolatlantirdi. Hozir Washingtonda turishliq Salih Xudoyor strategik mantiqini siyosat dalillariga aylantirish uchun xizmat qiladi. Rahbarlik o'rniga chiqishdan burun u siyosiy fanlarni o'rgangan va Oklahoma armiyasining milliy qo'g'dinish qismiga qo'shilgan. Harbiy kasb bilan shug'ullanishni niyat qilgan Salih Xudoyor tibbiy diagnoz sababli bu yo'lni muddatdan burun oxirlashtirgan. 2017-yili u Sharq Turkiston xalqining faqat inson haqlari uchun emas, balki o'z taqdirini o'zi belgilash uchun tirishchilik ko'rsatish uchun Sharq Turkiston milliy uyg'onish harakatini qurgan. U siyosiy huquq bo'lmasa, inson haqlarining kapolati yo'q deydi.
Salih Xudoyor hozir Amerikada qonun chiqarishni tashabbus qilib, Kapital Hillning oldida namoyishlarni uyushtirdi. O'z xalqiga qaratilgan Amerika irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilgan zulmni rasmiy turda qayta e'tirof qilishni talab qiladi. 2021 yil yanvarda Amerika hukumati rasmiy holda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarning yuz berganligini bekitdi. Salih Xudoyor Rohingya delosida ishlatilganga o'xshash jazolash huquqi dalillariga asosan xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga arz sunishga yordam berdi. Ammo taftish organlari bu deloni qarab chiqishni rad qildi. Qandaqla bo'lmasin, Salih Xudoyor e'tirof qilishning yetarli emasligini ta'kidlaydi. Faqat ayblashlar irqiy qirg'inchilikni to'xtata olmaydi. Uning so'ziga qaraganda, haqiqiy masala mustamlaka kontrolligida. Beijing Sharq Turkistonni boshqargancha zulm oxirlashdi yo'q, davomlashadi. Sürgünde hükümetini boshqarish jiddiylikni yana bir hassa oshirdi. 2004-yilda qurilgan va bosh organi Washingtonda bo'lgan Sharq Turkiston sürgünde hükümeti nurg'ulg'an davlatlardagi diaspora jamiyatlari saylagan parlament a'zolari orqali faoliyat olib bordi. Ministrlar va parlament a'zolari Amerika, Yevropa va Avstraliyaga tarqalgan. Yig'inlar o'xshamagan vaqtlarda o'tkaziladi. Mablag' asosligi kichik ionaga tayinadi. Salih Xudoyor tashkiliy prinsip haqida so'z qilib, bizning birla maqsadimiz bor, u bo'lsa mustaqillikni asliga keltirish. Birla dushmanimiz bor, u bo'lsa Xitoy hukmronligiga qarshi turish. Salih Xudoyor ichki ittifoqlikning singib kirish va tashqi bosim xavfini nazarga olganda doim sagilikni talab qilganligini qo'shimcha qildi. Saylam, orqa ko'rinish tekshirishi va oylik parlament yig'inlari qonunga uyg'unlik va intizomni saqlashni maqsad qiladi. Xodimlarning hech qaysisi maosh olmaydi. Ularning hammasi ixtiyoriy asosda xizmat qiladi. Bu qurilmani Myanmar Milliy Birlik hukumati bilan solishtirganda, bu hukumat xalqaro e'tirof qilish va qonunlilikni izlaydigan rayon kontrolligidan sirт harakat qiladi. Sharq Turkiston sürgünde hukumati Milliy Birlik hukumatiga o'xshash zimindagi kuchlarga qo'mondonlik qilmay, diaspora tori, raqamlik moslash va chet el tashviqotiga tayinadi. Har ikkilisi o'z kurashlarini Xitoyning chegara rayonlaridagi ta'sirini kuchaytirish uchun ul asliya mablag'i, savdo tayinish va bexatarlik hamkorligidan foydalanishi bilan shakllangan keng doiralik jug'rafiyalik siyosiy raqobatga qo'ydi. Salih Xudoyorning Beijingning bir balvoq bir yo'l qurilishi koridorlari bo'libmi, O'rta Osiyo va Xitoy Myanmar iqtisodiy koridori to'g'risidagi so'zlari atrofdagi rayonlarni kontrol qilishning uzun muddatli strategik planlash, energiya bexatarlik va yer shari bozoriga kirish bilan qandoq munosabatli ekanligini ta'kidlaydi. Bu jihatda bostirish tasoddifiy emas, balki keng doiralik jug'rafiyalik siyosiy loyihaning ichiga singib ketgan. Yuqorida tilga olingan xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga sungan arz bilan yana bir o'rtaq tema Rohingya delosida o'tirg'i qo'yilgan xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlat bo'lgan Bengalga qarta davlat sirtiga qo'g'lab chiqarishga asoslangan qonuniy talash tortish Uyg'urlarga qarshi jinoyat o'tkazganlarni javobgarlikka tortishga bo'lgan urinishlarga ta'sir ko'rsatdi. Salih Xudoyor uchun xatar mavjudlikqa munosabatlik. U nupus o'zgarishi va bostirishning qisqa vaqtda, balki 10 yoki 20 yil ichida Uyg'ur millatining mavjudligini yo'qotadigan ehtimolligini mo'ljallaydi. U bir xalqning egilik huquqi bo'lmasa, mavjudligini saqlay olmaydiganligini o'ttirg'a qo'ydi. Uning aytishicha, egilik huquqi bo'lganda mavjudlik mumkin bo'ladi. U dadasining Oklahomada uningga aytgan bir jumla so'zini doim takrorlaydi. U ta'lim tarbiya olish va davlatining o'rlik uchun Amerikaga olib kelingan. Uning aytishicha, ozodlik vaqt talab qilishi mumkin. Kurashdan voz kechishni tanlashga bo'lmaydi. Suwboshlar aqlliq, yuraklik, jasur va keng qusoq bo'lmoqi lozimdir. Urushda yuraksiz ishga yaramaydi. Yuraksiz qo'rqinchoq ayollardek qo'shinni buzadi. Qo'shin buzilsa, askarlar bir-birini buzadi. Jangda qo'rqmas yurak, chidamliq iroda kerakki, dushman atchab turib bosqin qilib kelganda darhol to'planmoq lozimdir. O'lim deganning belgilik vaqti soati bo'ladi. Yigit ajal kelmaguncha jangda o'lmaydi. Odam o'limni unutganda dushmanni yengadi. Qutatg'ubilik romanidan elindi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.